keyin bo'ladi degan ko'rinishda bo'lgan. Shunday bo'ldi. Bular masalan kunni so'kkan bo'lsa, bo'ldi shu so'kkanim bilan dadamga ketsam, dadam yo'q baribir yashaysan deb chiqarib yubormaydilar degan fikr bo'lganda, o'shaning uchun chiqib bemalol shunaqa dedi mana degan. O'shaning uchun men himoyaga o'tirdim. Ya'ni suyansa bo'lish jarayonlari o'rnak sifatida bor, lekin og'izdan chiqqan gap bilan baholanmaydi-da. Bu tomoni bor ekanda, bu yog'ini juda muhim o'lchash kerak. Mana shu yozing joyi, chunki shotini etilmasa boshqa. Men ham tushundim shu narsa, lekin ko'rayotgan boshqalarda shu joyi topa olmaydi-da. Men bolamni ko'pchilik og'iz himoya qilmaydi-da. Misol uchun, mana baribir o'sha 15 kunda bir uyga keladi baribir. Kelgan qiziz kerak-ku. Qanaqasan tuzsiz, nima? Anaqa joyda va bunaqa qilib aytasiz, o'zingizni ko'rsatasiz. Bo'lmasam unda siz ota emassiz siz. Yashab, xuddi shunday. O'zingizni ko'rsatasiz. Lekin